Xo'sh, ismim Mannonov Sardor. Zamonaviy pantomima teatri studiyasining rahbariman. Main Boys deb nomlanadi guruhimiz va guruhimiz a'zolari Sarvinoz, Asilbek, Mansur va Shahboz. Bizga bugun hakamlar ha deyishadi, chunki sahnada haqiqiy o'zbek milliy raqsini yangi uslubini ko'rasizlar. Hammasiga detalni yondashilgan, hattoki naqshlarigacha o'zbekcha milliy adreslar tushirilgan. Biza nafaqat aktyor, balki o'sha sizlar hozir ko'radigan kostyumlarni o'zimiz noldan tikishdan tortib payvandigacha, shu yonishigacha o'zimiz tayyorlaymiz, programmasigacha. Endi uni qanaqa qilib amalga oshirish menimcha sir. Qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun yonadigan neon kostyumlarimiz ishlab turgan bo'lsa, sahnaga chiqishimizga 10 sekund qolganda ham kostyum ishlamagan paytlar bo'lgan. Imminda menda ko'p shunaqa bo'ladi. Ustozim ham o'sha uchun birinchi navbatda sahna kostyuming joyidami deb mendan so'raydi ko'proq. Ustozimiz asablari juda endi bu paxta emas, yaxshi inson haqida yaxshi gapirish kerak doim. Vaqti kelsa qattiqqo'l, vaqti kelsa mehribon, talabchan. Yangi iste'dodlar kashf bo'lish nuqtai nazaridan bu kabi Got Talent loyihalarini qo'llab-quvvatlayman va O'zbekistonda Got Talent loyihasi ochilganidan juda ham xursandman.
Juda ham zo'r. Maylimi shu qizimiz oldiroqqa kelsalar? Qani bitta ko'ring sochingizni. Mana bular hammasi chiroq, a? Dahshat. Mana bu naqshlarga ham qo'yib chiqilar ekanda. Bitta bosdinglar, bo'ldi o'ynayverishadimi yoki bu yerda pultda kimdir o'tiradimi? Yo'q, programma qilingan bo'ladi oldindan. Bitta xato bo'lsa ketdi. Dahshat. Butun programma buziladimi? Bu juda ham katta risk. Молодцы. Zo'r. Lekin raqsga yorvordinglar, maza qilib o'ynadinglar. Shunaqa o'ynayotganinglarda o'ylagim kelib ketdi meni ham. Zo'r. Bobur aka, men nima deyman? Men nima deyman? Nima deyman? Hech narsa demaysiz. Hech narsa demayman. Men liboslar uchun ha Men bu deyman. narsani yana bir bor ko'rardim, mazza qilib. Kutib qolamiz, ha. Hammaga ha. Rahmat. Sog' bo'linglar. Молодцы. Rahmat. 3 ta ha keyingi bosqichda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.